Men hozir kichik botir emas. O avval kamtarlikni o'rganish kerak. Mag'rurlik seni nobud qiladi. Kechiringlar. Men mag'rurlanmayman. Dadamni do'rayman. Shundoq qilgin. Endi biz o'zimizni
bu pili qurti qurchoqlar sizlarga o'xshaydi ekan. Sizlar aytsanlarmi? Parvona tushi turim ishlab chiqirdi. Tush turim pili qurtiga o'zgardi. Pili qurt asarqidek shaklga o'zgardi. Buning ichidan chiqdi biz chiroyli kepenakka aylanamiz. Men ularni ko'rib baqsam bo'lamdi? Bo'ladi. Bular bek mehmondo'st. Shunisi bizdek chiroyli emas. Hey, kep turg'ini. Ma'qul, meni do'st qilmasanlar kelma. Ularning ismi nima? Pili qurt qo'rchig'i. Pili qurti qurchiqi. Sen kim? Bizni avar qilishga petinibsan-ku. Meni ular bog'in degan. Ha, bu yer o'g'irlik chiqarishga petinibsan-ku. Ular sana adab qoidani o'rgatmadimi? Kechiringlar, men faqat sizlarning nimishqa bu shokollarning ichiga mukinlig'ini bilmoqchi edim. Qarag'anda ba'zilar tushunmaydi ekan. Sana deb beraylik, biz uchimiz. Bu mumkin emas. Bundoq ig'ir shokol bilan ucha olamsizlar? Bundoq ahmoqona savollarni so'rama. Javob berishga cho'limiz tegmaydi. Qara, biz bek aldirash, o'zgarish vaqtimiz oz qoldi. To'g'ri. Mening bu yerga kelishdagi maqsadim sizlarni tushunish, yashashdagi sirlarni ko'proq bilish. Biz mehmondo'st edik, ammo faqat cho'limiz tegmaydi. Men kelgusidagi podshoh, sizlar meni yoqtirmamsizlar? U bizning nima qilayotganimizni bilmaydi ekan. Bu tayyorlikning qanchalik muhim ekanligini tushunmaydi ekan. Qilayotganimizning qanday ish ekanligini tushunmaydi ekan. Agar qo'shilsanglar, men uningga bizning to'sh jarayonimizni tushuntirib qo'yay. Berkilar, sana bir narsa ko'rsatay. Mayaga qara. Bu uy yasashning eng oxirgi qismi. Ichida turib, cho'ng bo'lamiz. Hayron qolma, buning ichi pek yumshoq. Peki shundoq, bu bizning qonuniyatimiz. Dunyodagi barliq mavjudotning o'zgarish jarayoni bo'ladi. Shundoq, bu o'zimiz chiqargan ipak. O'zimiz chiqargan ipak dedingmi? Qandoq chiqardinglar? Sen tushunishing kerak. Biz o'zimizning ipakidan pilg'uz qo'qib ichida turamiz. Sen hozir sat ko'rindi ekansan, xuddi tuxumga o'xshaydi ekansan. Balkim, biroq men g'o'zidan chiqqanda tuniyolmaysan. Tushunolmay o'lib qolsa. G'am qilma, uchib chiqqanda tuydek chiroyli bo'lib ketdiman. Menmi shundoq? Xo'sh, biz yana ko'rishib qolamiz. So'rangli bu, ular chuqum tushunolmay o'lib qoladi. Hozir men kirib ketaman. Bizning o'zgargan vaqtimiz oz qoldi. Xo'sh. Keyin kelishganda men chuqum chiroyli kiyinib, usul o'ynab beraman. Xo'sh. Tabiat dunyosining siri mana shu bek o'ylab ketdisanmi bo'ladi? Xo'sh. Xo'sh. Men darhol yumshoq qo'ziq kirib olay. Xo'sh. Kirib ketaylik. Xo'sh. Men kirib ketay. Xo'sh. Ularning hammasi qalpoq kiyyapti. Bira ish chiqmag'aydi. Faqat tushunmadim. Simba, nega bording? Seri qushqa seni bir narsa izlayotdi degan. Topaladingmi? Simba, men bo'ldim. Nimadan qo'rqib ketding? Desam sen ishonmaysan. Men pili qurti qo'rchoqlarni ko'rdim. Ular ipak uy to'qiydi ekan. Simba, oftobda yurib isib o'tib qopti. Ey, o nima dedi? Pili qurt qochoqlarni bir nima to'xtadim-da? Yine qavrayolmadim, yaqinroq boraylik. Turasimiz. G'alati ish qo'p. Nim bo'lding Simba? Chiroying boshqish turdi. Baya yo'llas qo'qitdimi ya? Balkim qo'qish bilan az ko'rganda. Jin ko'rdingmi ya? Simba, baya pili qurt qo'rchig'ining gapini qilding. U qanday naskan, ha? Kim biladi? O jinmi dedi? Pili qurti qo'rchig'i chiroyli bo'lib uchish uchun o'zini g'o'zning ichiga solib oladi ekan. Ondan ucha oladi ekan, chiroyli bo'ladi ekan, qanot chiqaradi ekan. Yo'q gap qilma. Meningcha u cho'qim yo'l osti ko'ribdi. Cho'qim qo'rqib ketibdi.
Simba, nim boldun? O ağır kaptı o. Danglaçı, nim boptu? Astarak gap kıyıl. Karaganda onu kesilmek iyi eken. Köylü vatıdı. O, pek korkunçluk iş boptu. Amalını kılaylı, derhal doktor çakıraylı. Oh, yok! Ulan ölüp gitti da! Simiz, çapsan ailesini çakırıp gel. Bu ne? Mas. Men baray, o tez yürüyemeydi. Doğru dedi. Ben yügremmişim. Ko'nglingni buzma. Sen cho'qim yomon tush ko'rding. Alis yapsa geç bulattı. Pek ensirem kitabattı ben. O hazırda keledi. O pek azaplanı vatıdı. Şundak mı? Shunda. Cherchi Alisni chaqirib ketdi. Hadi bas Alis geldi. Doğru o salam optu. U qandaqroq ekan? Oңшылыды, епырмақ бә. Mana yang o'sgan. Onunğa purasamını saqayıp ketidi. Bolduma? Bir neçə minutdan keyin oңşılıdı. Çoğ iş yo'qkan, ansirma. O bir aram bo'ladigan bir narsani ko'rib qolgan o'xshaydi. Sizlar Adinaruni chaqirib kelinglar. O qanday qilishni biladi. Sen ba, ko'rganlaringni onunğa debda, desanglar aram deb qolasan. Endi biz ketaylik. To'g'ri, berib yana kasal ko'msak bo'lmaydi. Xo'sh. Xo'sh. Xo'sh, rahmatlarga. Xo'sh. Menla Adinaran tip keleli qandaq ishligini shu biladi. To'g'ri, shu biladi. Bo'ldi gap qilmanglar. Sen bu aramasin. Tamamen to'g'ri. Adinaru, Aa? bormisiz? Bir ish bilan izlab keldik. Sen bu og'rib qoldi. Yordam qilsangiz. Meni doim mushunda chog'da kelib ovora qilasizlar. Qadrlik Adinaru, bizga yordam qiling. Nimaga aldiraysizlar? Ma'qul. Men nima qilib beray? Sen mening nemishqa og'rib qolganligini tushuntirib bersangiz, sen bari yana xiyoliy tuyg'u paydo bo'libdi. Men sizlarni kechidili qo'g'dab qolmay, yana kunduzmi yordam qilaman. Charchab holim qolmaydi zodi. Kechiring, uning kesli bek ig'ir. Simba doim g'alit ishlar yo'l qudi. Shu. Amaliyotda sen ba'zi g'alati ishlarni ko'rib, sababini tushunolmay qolsa, degina nimalarni ko'rding? Pili qurt qo'rchoqlarning o'ziga uy to'qlatganligini ko'rdim. Mundaqda. Ular chiroyli qolib ketimiz, ucha olmaymiz deydi. Ular yana nimalarni dedi, ha? Ularning o'g'li o'zini solashdiki maqsadi. Shakl o'zgartirish uchun dedim-a? Men tushuntirib qo'yay. Tabiat dunyosida nurg'un go'zal o'zgarishlar bo'ladi. U pil qurt qo'rchoqlarining qurtga o'zgarish jarayoni, ya'ni pil qurt kepiniga o'zgargan. Bu yerda nurg'un kepinak pil qurt kepinigi bor. Oh, ya'ni tuyg'u emasmi? Biroq ko'rganlarimning hammasi rost. To'g'ri, pil qurt qo'rchig'i avval ipak chiqarib g'o'zi qiladi. Ondan g'o'zi ichida shakl o'zgartirdi. Eng oxirida pil qurti kepinak o'zgardi. Bir-biridan chiroyli bo'lib ketdi. Sening ko'rganlaring dal shu pil qurt kepinik. Ipak chiqirdi. Men ularga bak qiziqman. Birimni anglagan. İnsanlar ipekni yip qilib egirib, tovar durdun to'qib, uningdan kiyim tikib kiydi. İpek bak qimmatli aqchan, ha? Shundoq bak qimmat. Balkim biz uzundan beri izlayotgan bayliq shu bo'lishi mumkin. Qanday deysiz?
tabiat dunyosida ba'zi jonliqlarning o'sish jarayoni biznikiga o'xshamaydi. Ularda o'zgarish pek cho'ng bo'ladi. Tushundinglarmi? Ular yana biz uchib chiqqandan keyin do'st bo'lib qolamiz deydi. Men bak ansirayotiman. Sen endi o'zing yolg'iz o'rmonlikqa borma. Ansirab ketma. O pili qurt kepinigini menga ko'z tutib qo'yamsan? Ma'qul, ko'z tutib qo'yay. Biroq ba'zi yolg'iz berib, ba'zi narsalarni bayqab kelgim keladi. Sen hiylagarlik qilmoqchiman? Ular ketdi. Sibes. Ağzını yıplarım kelyapti. Gap qilmay kachi bul o'ynab bo'l. Tas qoldi ishni buzg'ili. Bu qatim biz ipak bilan boy bo'lamiz. Ey, to'xta, mening bir planim bor. Biz avval yipakni o'g'irlab kelib, andin amalni qilib, chet elga olib sotaylik. To'g'ri, shunda qilaylik. Sibes. Chet elga nima yo'l olamiz? Kiyimni topaylik. Topamiz-chi? Nayt addiy qo'y, agar topammasak. Qanday qilish o'yo? Sen qasddan mushta qilsa, chunki amal topamiding. Nima? Yo'q, Sibes. Uyingiz qayoqchi bo'lmoqchiman? Nima? Sen metancherchi. To'g'ri, qaramamizlar, to'pimni yutib ketdi. Izdishib beramizlar. Kechirgan biz bek aldirash. To'g'ri, biz bek aldirash. Bek aldirash. Bo'ptimsa, agar tepib olsanglar, menga deb qo'yinglar. Ma'qul. Biz olis yordamlashib to'g'ri ish qilyapmiz. Rahmat amsa. Sana rahmat tilaymiz. O nimishqa mundaq deydi? Nim dedi? Dengiz qaraqsi bo'lmoqchimi deydi-ku. Mak, sen bana kendi bağımız. Qo'lio. Bu chaqon bo'lmaydi. Sana baldıroq ko'zday deyman. Ular qani? Uxmayman. Ana. Birdam arameli olayli bak erib ketdi. Bayla qizlashda aramlashib bo'lmaydi. Maqsadimiz maqaydi. Az qaldikmi? Az qoldik. Sakrab o'taylik. Bayliqni topay deb qoldik. Hargiz bal qo'yatmaylik. Oy. Uruq. Astana qalva. Ovozdan-ku To'g'ri. qushlar ekan. O'sha shu keldik. Bo'la. Pili qurt kepinigi mushimi? Yo'q, bu g'o'za. Ular mushuning ishida. Bo'ldi, avval qilmaylik. Nim bo'ldi, mijozing yo'qmi? Tunga tikan kirib ketdi. To'xta, men ilib yetay. Rahmat. Ular mushundoq yongni bilan pil g'o'z qo'ydi ekan. Men ko'rdim. Ular g'o'zdan chiqqanda bek chiroyli bo'lib ketimiz deydi. Meningcha bunday qilishimiz pek qaramliqkan. Qaramliq qilsaqla degan narsamizga erishalaymiz. İçinden ovoz chiqyapti. Ular kiyim kiyayotgan o'xshaydi. Anzi yaqinga mayli. Ma'qul. Angladingmi? Mikval. G'alati chiqadi. Ağzını yum, aşkarını qalimiz. Sabr qilsaqlab bay bo'lalaymiz. Ma'qul, shimay. Qara, ular chiqilyapti. To'g'ri, ular shundoq degan. Biz bayliq topdik. Bagayran qilyapman. Qaltiskan. Pili qurt keplashlariga rahmat. Bizni bayqiladigan bo'ldi. Shu emasmi?
Nima degan go'zal ko'rinishi? Adinaroning degan to'g'ri ekan, bu rostla tabiat dunyosidagi go'zal o'zgarish ekan. Ha, ular bek chiroyli. Ular pilg'ozni tashlab qo'ysaydi. Menga endi pil qurtni kepinigini ko'rib kelay. Ma'qul. Ha? O ishkisi nagmangdi. Jura, kendim boraylik. To'g'ri. Ha? Ular chiqib qopti. To'g'ri. Asli bular pil qurt qo'rchiqidan o'zgargan ekan-da. Shundoq bo'lgan. Bek chiroyli ekan. Bay bay. La 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 la. Sanatçı biz küllarning birida kepinak o'zgara olamizmi? Demamsan. Yo'q. Hey, isi. Kepinak ustida bak tez o'ynaydi ekan. Xuddi kil bo'ydiki, qaydaklar. Yo'qlamishlar qiziqib qolsanmi? Endi nima qilamiz? Diqqat bilan qaraymiz. Ular g'o'zini tashlab qo'ydi. Kemi tepib yo'tkab ketamiz. Biz kemi topaylik. Ma'qul. Ish kimi gitmaydi ya? Chapsaman. Kepinaklar qo'lab keldi. Degan jak. Qanday ahvolinglar? Pil qurtni kepiniga meni tunidingmi? Albatta, sen faqat o'zgarmabsan. Aksicha, men yangi kiyim kiydim. Endi meni tanıyamaysan. To'g'ri deding. Rostini desam, sen hozir bek chiroyli bo'lib ketibsan. Men yangi o'zgargan pil qurt kepiniga men sana do'st bo'lishga va'da bergan. Va'damda turaman. Men chiroyli bo'lib ketaman. Ko'rkam yeshil qanotmi chiqadi degan. Burun qilgan tayyorliqlarining hammasi shunday bo'lish uchun edi. Men de xush bo'ldim. Sen bilan birini tanishganim uchun bek xushal bo'lyapman. Qanday ahvoling Simba? Men kepinakmi tandimmi? Seni tanimak bek tez ekan. Bugun bu ikki do'st kepinak ham pil qurt kepinigining o'zgarish jarayoni bilan tanishib chiqdi. Keyin ular tabiatning yana qanday sirlarini bayqaydi. Buni keyingi qismdan ko'ringlar.